AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning qarshilik ko'rsatish uchun hech qanday resursi qolmaganini aytdi. Ularning na floti, na harbiy havo kuchlari bor. Hammasi yo'q qilingan. Radarlar ham, yetakchilar ham yo'q. Faqat yangi rejim qolgan. Bizda esa hammasi juda yaxshi ketyapti. Biroq faqat yakuniy natijagina ahamiyatli, dedi Donald Tramp Fox Business telekanali efirida. Shuningdek, Tramp o'zining birinchi prezidentlik muddatidayoq AQSh armiyasini qayta tiklaganini, ammo undan bunchalik tez-tez foydalanishni o'ylamaganini qo'shimcha qildi. Avvalroq AQSh yetakchisi Eron bilan urush tugashiga juda oz vaqt qolganini aytgan edi. Eslatib o'tamiz, 28-fevral kuni AQSh va Isroil Eronga qarshi yirik miqyosda zarbalar berishni boshladi. Buning oqibatida Eron oliy rahbari Ali Xomenei, bir necha yuqori martabali harbiy qo'mondonlar va tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Bunga javoban Eron Yaqin Sharqdagi Isroil va Amerika obyektlariga bir qator raketa va dron hujumlarini uyushtirdi. Shuningdek, Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'ydi. Hozir esa tomonlar vositachilar orqali mojaroga yakun yasash yo'llari ustida ishlamoqda.